what? No do'stlar, hozirgi mahsus qotgan emotsiyalar bilan juda katta narsa. Iltimos har bir gapimni juda jiddiy qabul qilinglar. Va 8 ming odam efirda 11 ming like. No what? Endi nima deyman? Ana endi hozir mana bizlarni yig'ishtiramiz pilisos bilan. Bundan keyin esa haqiqiy 3 million nishon tarqalib ko'ramiz va darket videosini bugun montajini qilib bo'lib, bugun kechqurun YouTube'ga yuklamoqchimiz plan bo'yicha. Bugun kechqurun YouTube'ga yuklaymizda, undan keyin nechta kundan keyin video chiqadi albatta, sal kuttirib, ya'ni sal sog'intirib. И всё, keyin famsrecha bo'ladi. Прикинь. Mashhur bloger bilan birga sahnada turamiz. Hamma baqirsa, men orzuyimda to'g'risi do'stlar. To'g'ri sahnada turibman, hamma baqiryapti qo'y. Omonxon! Plakatlar ilib kelgansizlar, men rasm chizgansizlar. Omonxon, ayol video yozgansizlar. Omonxon, eng qichov bola yozgansizlar. O'zbek YouTube'ini, eng yaxshi bir odamlardan biri deb yozgansizlar. Dedi qo'y, plakat ko'tarib tursiz. Omonxon, amantaga chiqib kelmanda yig'ilib. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin do'stlar? O'tdi, bля, to'g'risi o'talib orzu men uchun. Menga haligacha orzu. Mana, juda yaqin kelgan bo'lsam bu ishga, lekin hali qilib ko'rganim yo'q. Shu uchun bilmayman. Bilmayman, hozir men ko'rib turgan odamlar buni xohlaydimi yo'qmi bilmayman. Lekin men xohlayman shu narsani. Do'stlar son baqib chaqirishini, chiqib turib hamma odam oldida nimadir qilib, do'stlar qiziqmi sizlarga aytsam, sizlar men yerda chatda hammasda, juda qo'y, yonimda deb baqirishinglarni, eshitilar detsam deb yo'g'irishinglarni, hamma shokka tushib, omonxon nima qilib tashadi, biladiki, o'zim tanmaganlar ham shokka tushib qolishini xohlayman. Va bu narsani qilsa bo'ladi. Bu narsa men uchun bir boqimali yoki qilish mumkin bo'lmagan ish emas. Shunchaki obunachilar qo'llab-quvvatlabi, biz hammasiga erishamiz. Va do'stlar, biz 3 million obunachilarni shunaqa bir такой скромный inshaalloh deylik. Chunki haqiqiy dabdabali такой shov-shuvli inshaalloh tez kunda. Uni o'tkazmaslik uchun albatta Telegram kanalimni kuzatib boringlar. Chunki Telegram kanalimda aniq kuni, soati va qayerda bo'lishini yozib qoldiraman. Men o'zi Toshkent shahar Anhor parkida bo'ladi. Просто Anhor park aynan qayerligini topolmay qidirib yurmaysizlar. Aniq manzillar beraman. Va qaysi blogerga kirishi. Все, shu bilan efir tugadi. Menimcha hammaga rahmat. Mana Telegram kanalini tashlab qo'yaman. Efirdan keyin Telegram kanaliga o'tinglar. Va esdan chiqarmanglar. Onasini masalan juda qattiq yaxshi ko'raman. Let's go! Darknet tez kunda aytgancha, bugun montajni tugatib olaylik. Men sizga Telegram kanalida aytaman qachon chiqishini. Давайте. Let's go. Finish.